Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizi devamlaştırırız. Bugün Çiğsağ 2019 yıl. O 2. ayının 4. günü hepteki çarşamba. Endeki mevzumunda hürmetli vatandaş. Prezident Trump tuyuksuz. Amerika-Jungo soğudu sohbeti kelişimi belki çoğun sayılandığın keyinki bir vakit uğurlaştırıldı. Dep görsetti mevzulu haber 12. ayının 3. günü Amerika Ovaz'dan Xitay programımız ilan kılın. Haber bundak başlan. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump haftanın 2. günü yani 12. ayının 3. günü London'da mundak görsetti. Amerika-Jungo soğudu sohbetinin birinci baskışlık kelişimi belki Amerika'da ötküzülüdüğün çoğun sayılamdığın keyin tamamlanışı mümkün. Bundan burun Amerika-Jungo her iki taraf mundak görsetken idi. Kelişimnin asaslık mezmunu da ortak kelişimge keldi, ortak karaşkı keldi geçirinler. Biroq imza koyduğu vakit köp kechiktirildi. Hazır London'da Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı yani NATO'nun yuqur dercelikle yığınıga qatnaşıvatkan Prezident Trump aslida mush yil oxiridan burun kelishimga imzo qo'yish nishon qilganligi ustida to'xtalib mundaq ko'rsatdi. Mening eng oxirgi chek belgilamam yo'q. Eng oxirgi chek vaqt cheki yo'q. Ma'lum tarafdan aytganda men cho'ng saylam o'tgandan keyingi bir vaqtni tanlab elish o'y fikrlarini yaxshi ko'raman deydi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Agar men xohlaydigan bo'lsam, kelishim hozirli imzolanadi. Prezident Trump mundaq dedi. Darvaqa men yaxshi ish qildim. Agar men kelishim imzolamoqchi bo'lsam, bu kelishimni imzolamdim yo'q. O'zimmi aytib berolmayman. Ular tez arada bilib qoladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Ular, yani Jungo, hozir kelishim imzolashni umid qiladi. Biz bu kelishim muvofiqmi, emasmi qarab boqamiz. Bu kelishim muvofiq bo'lganda ondan imzolashga bo'ladi. Prezident Trump o'tgan hafta Davlat Majlisi ma'qullagan Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Bu ish Amerika-Jungo ikki davlat munosabatini jiddiylashtiradi. Agar kelishim imzolanmasa, aslida belgilangan belgilamalar bo'yicha 12 oydan 15 kunidan boshlab Jungodan import qilingan tuar mallarga haslab boj elish darhol kuchga ega bo'ladi. Nima degani edi? Bu 100 milliard 560 million dollarlar Jungo tuarlardan haslab boj elinadi deganlikdir. Yana bir xabar hurmatli vatandosh. Nemishqa Prezident Trump cho'ng saylamdan keyin ondan kelishim imzolamoqchi bo'ldi. Jungo Amerikaning pishog'ini yana dastaklarini elib tashlash uchundir. Jungoning pishog'ini yana dastaklarini elib tashlash uchundir. Kechiringlar. Mavzuli xabar 12 ayning 3 kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump 12 ayning 3 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerikada o'tkaziladigan cho'ng saylamdan keyin Amerika-Jungo kelishimi imzolashni texmi xohlayman. Bu so'z qizg'in muhokama qo'zg'adi. Amerika Savdo Ministerligining ministri Wilbur Ross shu kuni mundaq tushuntirdi. Çoğun saylamdan keyin kelishim imzolash, Jungoning pishonlarini oxirlashtirish, Amerika tarafga ishiladigan besimni ojizlashtirish uchundir. CNBC'ning muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq tanishtirdi savdo ministri Wilbur Ross. Jungo taraf mundaq hisoblayotdi.
Prezident Trump saylama gerek bolgan siyasi sebeplerge aldırıp, saylamdan burun kelişim imzalamakçı buluvatın. Ondaqda bu pişangdan paylanıp Prezident Trump'a besim işletip bir osal, yani Cungo üçün yaxşı, ama Amerika üçün osal bir kelişimni imzalamakçı. Biroq Prezident Trump bundaq oyunni oynamaydı. Prezident Trump'ның yaqindan beriki so'zi borlari dal mushundaq pishangni yo'qotish uchundir. Savdo ministri Wilbur Ross mundaq ko'rsatdi. Gerçi Amerika taraf çoğun saylanını saklap durup, ondan keyin kelişim imzalashni xohlasimi, mening farzimcha Amerika Cungo o'rtasida savdo suhbati davomli elib berildi. Savdo ministri Wilbur Ross yana mundaq to'liqlab qo'ydi. İki devlet 12 ayının 15. günüdün burun söhbet ötközüşni yoki yuqori darajaliliklar söhbeti ötközüşni orunlaştırmadı.